Balyatqo ishki pardimiz qiynalib ketgan bo'lsa, tezdan doktorxonaga berib lan balyatqoni qirdirish operatsiyasini qilgizma. Bu ham xatarlik ham pulingizni, vaqtingizni isrof qilgan bo'lsiz. Men oyilda qo'llanadigan bir reseptni deb beray. Mushu usulni siz bo'lmadi deganda bir oy qo'llanib bo'lgandan keyin doktorxonaga berib qayta tekshirish qilib beqing. Unumi qanchalik bo'ldiki, o'zingiz sinab beqing. Bu reseptni oldin qaytim chiqarib bersam, nurg'un do'sa mushu reseptni hatta dars topimdagi do'stlarimizmi mushu reseptni qo'llanib, hatta 14-15 milliard davlatda qiynalib ketgan nurg'un do'stlarimiz 7-8 milliyga tushganligini, 7-8 milliy qiynalib ketgan nurg'un do'stlarimizniki 5-6 milliyga tushganlik ekval to'g'risida nihoyat yaxshi inkoslarni bergatdi. Unda bo'lsa balyatqo ishki parda qiynalib ketgan bo'lsa, sizmi sinab beqing. Balyatqo ishki parda qiynalib ketish deganimiz o'zimiz tal, jigar, o't xizmatlarimizniki haddidan ziyoda böbrek xizmatlarimizning yaxshi bo'lmaganligi, badandagi immun kuchimizning haddidan ziyoda tushib ketganligi, shundaqla yaqinning yaqi haddidan ziyoda terikka nerv bo'lib kelayotganligimiz. Ya'ni ko'ngli deymiz, oson bir ish terikadigan, oson g'azablanadigan, oson so'qishilgan mushu holat ayollarımızda shakllanayotgan ahvol bo'lishidimi kelib chiqadi. Anandagi mushu ishki parda qiynalib ketgan vaqtda ayollarimizda qanday alomatlar yuz berdi? Har oyda kelayotgan miminimizniki yoki haddidan ziyoda oz keladi, yoki bo'lmasa to'xtamay jiq kelib ketadi. Anandagi uyul qon alati keladi. Sizlarda mushunda ahvollar bormi? Bo'p qolsa inkoslarga bir harfini yo'llayotgandan keyin yurak besib ma filmni cho'qim qo'llab oxiriga chiqinglar. Boshqalarga foydalanib qolsin. Buni men odatda mushu tibbiy cho'ng degan bizniki Uyg'ur tibobat reseptlik kitoblarimizdan foydalanib turib deb beryapman. Tayyorlaydigan materiallar juzining postidan 10 gram. Yizbiling ha? Juzining postidan 10 gram qurtilgandan, sanzadan 10 gram, chilandan 10 gram holatda, kujizidan 15 gram holatda, burchun urqidan 15 gram holatda tayyorlab, mushuni bosh o'tda qaynatib, usuzlig'ingizga 3 vaqt holatda ichpayga vaqtingizda balyatqo ishki parda qiynalib ketishga ko'rinarli holatda unum qiladi, manfaat qiladi. Bu endi bir oilaviy resept. Har bir do'stlarimizning sinab beqishini umid qilaman. Chunki buni sinaganligi do'stlarimiz shunchalik yaxshi unum ko'ryapti. Agar sizda oylik meminingiz zadidan ziyoda to'xtamayotgan bo'lsa, yoki bo'lmasa oylik meminingiz kelmayotgan bo'lsa, oyjilab to'xtab ketmagan ahvollaringiz bo'lib qolgan bo'lsa, tezda meni qo'shib olgandan keyin ayrimxonga aloqa qilish undar nomerini qoldirib qo'yinglar. Sizlarga mana mushunga o'xshash, yana shundaqla manunga o'xshash, yana shundaqla manunga o'xshash nurg'un kitoblardan foydalanib turib, oilaviy reseptlarni men sizlarga bir holatda tashlash qilib beraman. Dars o'qib kirgan do'stlarga bu oilaviy reseptni Madina xonim nadin deb bergan o'xshaydi. Ma figurga birni uriblan so'zlab bergan o'xshaydi deb o'ylab qolmanglar. Har bir o'zingizning ayollar ahvolingizga qarta mana mushunga o'xshash bizning tibobat kitoblarimizdan bir aqtirib turib, mushunga sizga tushgan holatki oilaviy reseptlarni bütün ders o'qimni so'zlab berman. Dars o'qim kirishni xohlagan do'stlar tezin qo'yib qo'ygandan keyin ayrim xonga aloqa qilish undan nomerini qoldirib qo'yinglar. Bir mo'cham pulanmayman xonim qizi. Haqsiz holatda bir oy tarbiyalanib anglab